Mustamlika ostida yashayotgan millatlarga nisbatan mustaqillik gohida to'lim yiroq, imkonsiz tuyulishi mumkin. Halbuki tarix ba'zan bir kechadala, ba'zan uzun yillik siyosiy yoki qurolliq kurashlar natijasida mazlumlarning osmonidami istiqlol yulduzining chaqnaydiganligini takror isbotlab turmoqda. Biz tuvanda o'tgan 60 yil mobaynida mustaqillikka erishgan davlatlarning qisqacha tunishtirilishini huzuringizga sunamiz. 41-davlat Papua Yangi Gvineyasi. Avstraliyaning shimoliga joylashgan bu orol davlati 1975-yili 9-oyning 16-kuni Avstraliyadan qutulib mustaqillik jakarlagan. 42-si Surinam. Janubiy Amerika qit'asining shimoliga joylashgan bu davlat bir qancha yillik suhbat natijasida 1975-yili 11-oyning 11-kuni Gollandiyadan qutulib mustaqil bo'lgan. 43-sidan 46-gacha bo'lgan Mozambik, Yeshil Tumshuq, Santomi va Prinsipi, Angola qatorliq davlatlar. Afrika qit'asiga joylashgan va aslida Portugaliyaning mustamlikasi bo'lgan bu 4 davlat 1975-yili 6-oydan 12-oygacha mustaqillikka erishgan. 47-si Seyshel. Afrika cho'ng quruqligining sharq tarafiga joylashgan 1810-yili Angliya tarafidan mustamlika qilingan bu orol davlat 1976-yili 6-oyning 29-kuni Angliya mustamlikasidan qutulib mustaqil bo'lgan. 48-si Sahra Arab Demokratik Cumhuriyati. 19-asrdan boshlab Ispaniyaning mustamlikasi bo'lib qolgan. Ispaniya askar chekindirgandan keyin Afrikadagi ikki davlat tarafidan bo'lishib olingan bu davlat Aljeriyaning qo'llashi va o'z xalqining qurolliq kurish natijasida 1976-yili 2-oyning 26-kuni mustaqil bo'lgan. 49-davlat Djibouti. Afrikaning sharqiy shimoliga joylashgan bu davlat 1977-yili 6-oyning 27-kuni Angliyadan qutulib mustaqil bo'lgan. 50-si Solomon taqim orollari. Avstraliyaning sharq-shimol tarafiga joylashgan bu davlat 1978-yili 7-oyning 7-kuni Angliyadan qutulib mustaqil bo'lgan. 51-si Dominika. Janubiy Amerika qit'asining shimoliga joylashgan bu orol davlati 1978-yili 11-oyning 3-kuni Angliyadan qutulib mustaqil bo'lgan. 52-si Zimbabve. Afrika qit'asining janubiga joylashgan bu davlat 1980-yili 4-oyning 18-kuni Angliyadan qutulib mustaqil bo'lgan. 53-si Vanuatu. Tinch okeanining janubiga Avstraliya quruqligining sharqiga joylashgan bu orol davlati aslida Angliya bilan Fransiyaning o'rtaq mustamlikasi bo'lib, 1980-yili 7-oyning 30-kuni mustaqillikka erishgan. 54-si Belize. O'rta Amerikadagi bu orol davlati 1981-yili 9-oyning 21-kuni Angliyadan qutulib mustaqil bo'lgan. 55-davlat Antigua va Barbuda. O'rta Amerikadagi bu orol davlati 1981-yili 11-oyning 1-kuni Angliyadan qutulib mustaqil bo'lgan. 56-si Saint Kitts va Nevis. O'rta Amerikaga joylashgan bu davlat 1983-yili 9-oyning 19-kuni Angliyadan qutulib mustaqil bo'lgan. 57-si Bruney. Sharqi Janubiy Osiyodagi Borneo orolining shimoliga joylashgan bu orol davlati 1984-yili 1-oyning 1-kuni Angliyadan qutulib mustaqil bo'lgan. 58-sidan 61-sigacha bo'lgan Sloveniya, Shimoliy Makedoniya, Kroatiya, Bosniya-Gersegovina qatorliq davlatlar. Aslidagi Yugoslaviyaning tarkibida bo'lgan bu 4 davlat 1991-yili 6-oydan 1992-yili 3-oygacha bo'lgan 9 oy ichida orqa-orqadan mustaqillik jakarlagan. 62-sidan 75-sigacha bo'lgan tuvandagi 14 davlat Sovet ittifoqidan parchalanib mustaqil bo'lgan. Litva 1990-yili 3-oyning 11-kuni. Latviya 1990-yili 5-oyning 4-kuni.
Gruziya 1991-yili 4-ayning 9-kuni. Estoniya 1991-yili 8-ayning 20-kuni. Ukraina 1991-yili 8-ayning 24-kuni. Belorussiya 1991-yili 8-ayning 25-kuni. Moldova 1991-yili 8-ayning 27-kuni. Qirg'iziston 1991-yili 8-ayning 31-kuni. O'zbekiston 1991-yili 9-ayning 1-kuni. Tojikiston 1991-yili 9-ayning 9-kuni. Armeniya 1991-yili 9-ayning 21-kuni. Azerbayjon 1991-yili 10-ayning 18-kuni. Turkmeniston 1991-yili 10-ayning 27-kuni. Qozog'iston 1991-yili 12-ayning 16-kuni. 76-davlat bo'lgan Eritreya. Afrika qit'asining sharqiga joylashgan bu davlat 1960-yil boshlangan qurolliq mustaqillik kurashining natijasida 1993-yildagi umumiy xalq referendumidan keyin Efiopiyadan ayrilib mustaqillik jakarlagan. 77-si Sharqi Timur. Sharqi Janubiy Osiyoga joylashgan bu davlat aslida Portugaliyaning mustamlikasi bo'lib, Portugaliya 1974-yildan boshlab mustamliksizlashtirish siyosatini yo'lga qo'ygandan keyin Sharqi Timur 1975-yili 11-ayning 28-kuni Portugaliyadan qutulib mustaqillik jakarlagan. Lekin aradan 9 kun o'tgandan keyin Indoneziya bu davlatni besib olgan. Shuningdan keyin mustaqillik uchun 20 yildan ortiq qurolliq kurash qilgan Sharqi Timur xalqi 2002-yili 5-ayning 20-kuni Indoneziyadan ayrilib mustaqil bo'lgan. 78-si Qarataq. 2006-yili 5-ayning 21-kuni Serbiya va Qarataq davlatlari birlashmasi aslidagi Yugoslaviyadan ayrilib mustaqil bo'lgan. 79-si Kosovo. Serbiya qarshi uzun yillik qurolliq va qurolsiz kurashlar natijasida 2008-yili 2-ayning 17-kuni mustaqillikka erishgan. 80-si Janubiy Sudan. Ko'p qitimliq ichki urushdan keyin 2011-yildagi umumiy xalq referendumining natijasida shu yili 7-ayning 9-kuni Sudandan bo'linib mustaqil bo'lgan. 81-davlat Bengal. 1947-yili Hindiston bilan Pokiston ayrilganda Bengal sharq va g'arbdan iborat ikki qismga bo'linib, G'arbiy Bengal Hindistonga, Sharqiy Bengal Pokistonga tabi'a qilingan. Keyin Sharqiy Bengal Sharq Pokiston deb atalgan. Ammo 1970-yildagi saylamda Bengalliklar utib chiqqan bo'lsa-mu, Pokistonliklar saylam natijasini e'tirof qilg'ili unamag'achqa, aradagi ziddiyat yuqori pallaga ko'tarilgan va Pokiston qarshi qurolliq mustaqillik kurashi 1972-yili 12-ayning 16-kuni g'alabaga erishgan.